Qali poyota. Obbo, kalla pochchamsan, kalla pochchayu. Mana otdikida. Qazila qara. O'zgan kapida endi kalla pochcha ham pishiryapsiz. Albatta poyota. O'zingizni taklifingiz bilan mana kalla pochcha ham qo'yildi. Lekin aytib qo'y, bu ovqat juda kuchli ovqat. Bu ovqatda agar uylangan erkaklar yesa, xotini butun umr duo qilib o'tadi. Yo'q. Agar uylanmaganlari yesa, dalinasini o'ynatib yuborishi ham mumkin. Demak, bo'ydoqlarni o'zi bilan o'zi ovora qilib qo'yarkan-da. Aylalay. Bu tayyorishimi shunday yeymizmi? Yo'q, hozir tayyorni olib kelaman poyota. Tezdashtir. Ana sho'pirimga berib yurmagin. Nimaga? U xotini bilan yaqinda ajrashgan, keyin menga qiyin bo'lib qoladi. Yo'q. Tezdashtir. Aylanay. Juda chiroyli. Tagidan no'xatlari bilan. Ustiga qalampirlar sepib. Kalla pochchamsan, kalla pochcha bo'pti-da. Dum bilan maydalar. Qazilari ham bor ekan. Bo'ldi, ketur birov qarab tursa ovqatlana olmayman. Bo'ldi. Menga qoshiq kerakmi poyota? Men qo'lda solaman. Nima qarab tursan? Ozgina go'shtdan ber. Senga mumkin emas deyapman. Aka bulyondan ichak. O'chir ovozingni, sen o'zi rol tinchsang ham ish ko'rsatib qo'yasan. Buni bulyondan ichib olsang, keyin yurasan, Peterda aylanib kechasi bilan orqada ispa salon qayoqda. Bo'pti, mana yetimchaga ozgina bulyondan qo'yib beringlar. Faqat ungacha yotib tur, yot. Yot dedim. Yot yana. Mening yotganim shu. Hamma raz bulyonidan ichibsan-a? Mana unga boshqa bulyon bermanglar, ish ko'rsatadi endi.